Aziz pensionerlar, pensionerlarning farzandlari va yaqinlari, bugun men juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. Bu ma'lumot har bir pensiya oluvchiga, yaqin kunlarda pensiyaga chiqmoqchi bo'lgan fuqarolarga, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nogironlik pensiyasi olayotgan insonlarga bevosita tegishli. Chunki pensiya masalasida kichkina e'tiborsizlik ham pulning kechikishiga, noto'g'ri hisoblanishiga yoki kerakli imtiyozlardan foydalanmay qolishga olib kelishi mumkin. Men bu mavzuni shoshilinch deb aytyapman. Chunki ko'pchilik odamlar pensiya bo'yicha o'z huquqlarini to'liq bilmaydi. Kimdir bank kartasi muddatiga qaramaydi. Kimdir pensiya qayta hisoblanishini so'rash mumkinligini bilmaydi. Yana kimdir hujjatdagi bitta xato sabab oylar davomida ortiqcha yuguradi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men bu yerda oddiy odam tushunadigan tilda eng zarur ma'lumotlarni birma-bir ochib beraman. Avval pensiya masalasi ko'proq qog'oz hujjatlar, arxiv ma'lumotlari. Ish staji haqida ma'lumotnoma yig'ish tashkilot yurish bilan bog'liq edi. Odam pensiyaga chiqish yoshiga yetganda avval ishlagan joylaridan ma'lumotnoma olishi, arxivga murojaat qilishi, ish haqi haqidagi hujjatlarni topish kerak bo'lardi. Ayrim korxonalar yopilib ketgan, ayrim arxivlarda hujjatlar to'liq saqlanmagan, ayrim mehnat daftarchalarida yozuvlar noto'g'ri kiritilgan bo'lardi. Natijada fuqaro o'zi ishlab topgan mehnat stajini isbotlash uchun ko'p vaqt sarflardi. Hozir esa tizim bosqichma-bosqich raqamlashtirilmoqda. Pensiya tayinlash, qayta hisoblash, to'lovni bank kartasiga o'tkazish, ayrim ma'lumotlarni elektron bazalar orqali tekshirish imkoniyatlari kengaymoqda. Bu yaxshi tomoni. Lekin ikkinchi tomoni ham bor. Ma'lumotlar bazasida xato bo'lsa, fuqaro buni vaqtida bilmasa, pensiya miqdori kutilgandan kam chiqishi mumkin. Ya'ni oldin muammo ko'proq qog'oz hujjatlarda bo'lgan bo'lsa, hozir muammo ko'pincha ma'lumotlarning to'g'ri kiritilgan-kiritilmaganda, bank kartasi faol yoki faol emasligida, shaxsiy ma'lumotlar mos kelish-kelmasligida ko'rinadi. Men ko'p hollarda shuni ko'raman. Pensioner pensiyasi har oy tushib turganiga o'rganib qoladi va miqdoriga e'tibor bermaydi. Davlat qancha bersa, shuni olaman deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri yondashuv. Chunki pensiya oddiy yo'ldan pul emas. Bu sizning yillar davomida qilgan mehnatingiz, to'langan badallar, ish staji, qonunda belgilangan huquqlaringiz asosida hisoblanadigan to'lovdir. Agar hisobda xato bo'lsa, uni aniqlash va tuzatishni talab qilishga haqqingiz bor. Yana bir muhim o'zgarish shuki, bugungi kunda pensiya oluvchilar bank kartasi, mobil ilovalar, bankomat, pensiya jamg'armasi bo'limlari, mahalla, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali kabi turli kanallar orqali ma'lumot olishi mumkin. Lekin hamma pensioner ham internetdan foydalana olmaydi. Shuning uchun farzandlar, nevaralar, yaqinlar bu jarayonda yordam berishi kerak. Ayniqsa yoshi katta ota-onaning kartasi ishlayaptimi? SMS xabarnoma ulanganmi? Shaxsiy ma'lumotlari to'g'rimi? Pensiya o'z vaqtida tushyaptimi? Bularni tekshirib turish juda muhim. Birinchi navbatda har bir pensioner o'z pensiyasi qaysi asosda tayinlanganini bilishi kerak. Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki boshqa turdagi to'lovmi? Buni aniq bilish zarur. Chunki har bir tur bo'yicha talablar, hujjatlar va qayta hisoblash asoslari farq qiladi. Masalan, oddiy misol olaylik. Bir erkak kishi ko'p yil ishlab yoshga doir pensiyaga chiqqan. Uning mehnat daftarchasida 30 yillik staj bor, lekin elektron bazaga faqat 26 yil kiritilgan. Agar u bunga e'tibor bermasa, pensiyasi pastroq hisoblanishi mumkin. Faraz qilaylik, har oyda farq 80 ming yoki 20 ming so'm bo'ldi. Bir qaraganda bu juda katta puldek tuyulmasligi mumkin. Lekin bir yilga ko'paytirsak 1 million so'mdan oshadi. 3 yil davomida esa bu ancha sezilarli summaga aylanadi. Shuning uchun men doim aytaman. Pensiya miqdori tushganda faqat keldi deb xursand bo'lish emas, to'g'ri hisoblanganmi deb ham tekshirish kerak. Ikkinchi misol, ayol kishi pensiyaga chiqmoqchi. U bir necha yil maktabda ishlagan, keyin bolalarni parvarish qilgan, keyin yana ishga qaytgan. Bunday holatda bolalarni parvarish qilish davri, ish joyidagi rasmiy staj, ayrim davrlarning hisobga olinishi masalasi muhim bo'ladi. Agar hujjat to'liq bo'lmasa yoki davrlar noto'g'ri ko'rsatilsa, pensiya tayinlashda chalkashlik yuzaga keladi. Men bunday fuqarolarga pensiya yoshiga yetishni kutmasdan oldindan hujjatlarni tartibga solishni maslahat beraman. Mehnat daftarchasidagi har bir yozuv o'qilishi aniqmi?
muhr bor yoki yo'qmi, ishga qabul qilingan va ishdan bo'shatilgan sanalar to'g'ri yozilganmi, bularni oldindan tekshirish kerak. 3-misol. Nogironlik pensiyasi olayotgan fuqaro tibbiy ko'rikdan o'tish muddati kelganini unutib qo'yadi. Natijada to'lov vaqtincha to'xtashi yoki kechikishi mumkin. Bu yerda muammo fuqaroning huquqi yo'qligida emas, balki belgilangan tartibga amal qilinmaganida. Shuning uchun nogironlik bo'yicha pensiya yoki nafaqa olayotganlar tibbiy ko'rik, ekspertiza, hujjat yangilanish sanalarini alohida daftarga yozib qo'yishi kerak. Farzandlari bo'lsa, telefon kalendariga eslatma qo'yib bersin. 4-misol. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan oila bor. Farzand maktabni bitirib, kollej yoki oliy ta'limga kirgan. Ba'zi holatlarda o'qish shahli, yosh chegarasi. Ta'lim muassasasidan ma'lumotnoma taqdim etilishi kabi masalalar pensiya davom etishiga ta'sir qilishi mumkin. Agar oila vaqtida o'qish haqida ma'lumotnoma taqdim qilmasa, to'lovda uzilish bo'lishi ehtimoli bor. Shuning uchun bunday oilalar har o'quv yili boshida hujjatlarni yangilash zarurligini esdan chiqarmasligi kerak. Endi kimlar albatta xavotir olishi va tekshirishi kerak, shuni aniq aytaman. Agar sizning pensiyangiz oldingidan kam tushgan bo'lsa, darhol sababini so'rang. Agar pensiya kechiksa, bankdan ham, pensiya bo'limidan ham ma'lumot oling. Agar bank kartangizning muddati tugagan bo'lsa, uni yangilang. Agar pasport yoki ID karta ma'lumotlaringiz o'zgargan bo'lsa, tegishli joylarda ma'lumot yangilanganini tekshiring. Agar siz ishlagan korxona yopilgan bo'lsa va stajingiz hisobga olinmagan bo'lishi mumkin deb o'ylasangiz, arxiv ma'lumotlarini izlang. Agar ilgari kam ish haqi ko'rsatilgan yoki hujjatda xato bo'lgan deb hisoblasangiz, qayta hisoblash imkoniyatini o'rganing. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin. Agar pensiyangiz har oy o'z vaqtida tushayotgan bo'lsa, miqdori o'zgarmagan bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, sizga hozircha shoshilinch xavf yo'q. Lekin bu umuman tekshirmang degani emas. Men hatto hammasi joyida bo'lgan pensionerlarga ham kamida yiliga bir marta pensiya bo'yicha ma'lumotlarni tekshirtirishni maslahat beraman. Chunki qonunchilikda bazalarda to'lov tartibida o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Eng katta tuzoqlardan biri bu mish-mishlarga ishonish. Masalan, hamma pensionerlarga qo'shimcha pul berilar ekan. Falon sanagacha bormasang pensiyang to'xtaydi. Faqat ariza yozganlarga pul qo'shiladi. Kartani yangilamasang puling kuyadi. Kabi gaplar tez tarqaladi. Men bunday xabarlarga ehtiyot bo'lishni so'rayman. Har qanday ma'lumotni rasmiy manbadan tekshirish kerak. Pensiya jamg'armasi bo'limi, davlat xizmatlari markazi, bankning rasmiy aloqa markazi yoki hukumatning rasmiy e'lonlari orqali aniqlashtirmasdan turib vahimaga tushmang. Ikkinchi nozik jihat bank kartasi bilan bog'liq. Ko'p pensionerlar kartani o'zi ishlatmaydi. Farzandi yoki yaqiniga berib qo'yadi. Bu hayotda uchrab turadigan holat, lekin xavfsizlik nuqtai nazaridan ehtiyot bo'lish kerak. PIN kodni hamma bilishi, karta boshqa odam qo'lida yurishi, SMS xabar boshqa telefon raqamiga ulangan bo'lishi pensioner uchun xavf tug'diradi. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'rganman. Pensioner pul tushganini bilmaydi. Chunki SMS farzandining telefoniga boradi. Karta esa boshqa odamda. Keyin oila ichida tushunmovchilik chiqadi. Shuning uchun imkon qadar karta egasining o'zi nazorat qilsin. Agar yoshi katta bo'lsa, ishonchli bir yaqin yordam bersin, lekin hamma narsa ochiq va tushunarli bo'lsin. 3-jihat pensiya qayta hisoblanishi masalasi. Ba'zi odamlar pensiya bir marta tayinlandi, endi hech qachon o'zgarmaydi deb o'ylaydi. Aslida ayrim holatlarda yangi hujjatlar topilsa, staj tasdiqlansa, ish haqi bo'yicha qo'shimcha ma'lumot aniqlansa yoki qonunda belgilangan boshqa asoslar bo'lsa, qayta ko'rib chiqish mumkin. Lekin buning uchun menga ko'proq beringlar deyishning o'zi yetmaydi. Asos bo'lish kerak. Hujjat, ma'lumotnoma, arxiv javobi, ish stajini tasdiqlovchi yozuv, sud qarori yoki boshqa rasmiy dalil. 4-jihat. Ortiqcha to'lov masalasi. Ba'zan odamlar noto'g'ri ma'lumot sabab ortiqcha to'lov olishi ham mumkin. Masalan, pensiya olish huquqiga ta'sir qiladigan holat o'zgargan, lekin vaqtida xabar berilmagan. Keyin aniqlanganda ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Shuning uchun men doim ogohlantiraman. Agar sizning holatingizda o'zgarish bo'lsa, masalan, hujjat muddati tugasa, o'qish to'xtasa, nogironlik guruhi bo'yicha qaror o'zgarsa, yashash joyingiz yoki shaxsiy ma'lumotlaringiz almashsa, tegishli idoraga xabar bering. Bu sizni keyingi muammolardan himoya qiladi.
Beshinchi jihat ishonchnoma bilan pensiya olish. Ayrim pensionerlar sog'lig'i sabab pulni o'zi ola olmaydi. Bunday paytda qonuniy tartibda ishonchnoma rasmiylashtirilishi mumkin, lekin og'zaki kelishuv mening nomimdan olib kelaver degan gap yetarli emas. Pul masalasida hamma narsa hujjat bilan bo'lishi kerak. Ishonchnoma muddati, vakilning shaxsiy ma'lumotlari, bankdagi tartib aniq bo'lishi zarur. Aks holda keyin pensionerning o'zi ham, yaqinlari ham qiyin vaziyatga tushib qolishi mumkin. 6 nozik masala yashash joyi va ro'yxat masalasi. Ba'zi fuqarolar boshqa viloyatga ko'chadi, farzandinikida yashaydi, lekin hujjatlari eski joyda qoladi. Pensiya to'lovi davom etishi mumkin, lekin ayrim xizmatlar, ma'lumotnoma olish, hujjat yangilashda noqulaylik tug'iladi. Shuning uchun yashash joyingiz o'zgargan bo'lsa, pensiya bilan bog'liq ma'lumotlar qayerda yuritilayotganini aniqlang. Ayniqsa doimiy boshqa hududda yashayotgan bo'lsangiz, oldindan maslahat oling. 7-jihat firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Oxirgi paytlarda telefon orqali aldash holatlari ko'paygan. Sizga pensiyaga qo'shimcha pul chiqdi. Kartangiz raqamini ayting. Tasdiqlash kodi keldi. Aytib yuboring. Davlatdan yordam puli olasiz. Plastik kartangizdagi ma'lumot kerak degan qo'ng'iroqlarga ishonmang. Bank xodimi ham, davlat idorasi xodimi ham sizdan SMS kod, karta PIN kodi, kartaning orqa tomonidagi maxfiy raqamni so'ramasligi kerak. Men buni alohida urg'u bilan aytaman. Kodni aytsangiz, pulingiz yechib olinishi mumkin. Pensionerlar bunday holatda darhol qo'ng'iroqni to'xtatib, farzandiga yoki bankning rasmiy raqamiga murojaat qilsin. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz bugunoq nima qilishingiz kerak? Men buni oddiy qadamlar bilan tushuntiraman. Birinchi qadam, pensiya tushayotgan bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi, bloklanmaganmi? SMS xabarnoma ulanganmi? Telefon raqami to'g'rimi? Bank ilovasida yoki bankomatda balans ko'rinyaptimi? Shularni aniqlang. Agar karta muddati yaqin orada tugasa, pensiya kuni kelishini kutmang. Oldindan bankka boring. Kartani yangilang. Odatda odamlar aynan pensiya tushadigan kuni muammoga duch keladi. Keyin navbat, asabiylik, kechikish boshlanadi. Ikkinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tartibga soling. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, stir, shishir, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, tibbiy hujjatlar, agar bor bo'lsa, nogironlik bo'yicha xulosa, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar. Farzandning o'qish joyidan ma'lumotnoma kabi hujjatlar alohida papkada tursin. Men ko'p oilalarga shuni tavsiya qilaman. Hujjatlarni faqat sandiq yoki shkafga tashlab qo'ymang, ularning nusxasini tayyorlab qo'ying. Telefon orqali sifatli suratga olib, ishonchli joyga saqlab qo'yish ham foydali. 3-qadam, pensiya miqdorini yozib boring. Har oy nechanchi sanada qancha pul tushganini oddiy daftar yoki telefonga yozing. Agar bir oyda kamroq tushsa, darhol sababini so'raysiz. Masalan, odatda 20 million 200 ming so'm tushardi. Bu oy 20 million 200 ming so'm tushdi. Bunday paytda balki shunaqadir deb jim o'tirmang. Bankdan ko'chirma oling. Pensiya bo'limiga murojaat qiling. Nima uchun farq bo'lganini aniqlang. 4-qadam, pensiya bo'limiga murojaat qilganda aniq savol bering. Pensiyam kam deb umumiy gapirish o'rniga, mening pensiyam qaysi staj asosida hisoblangan, qaysi yillardagi ish hakim inobatga olingan, mehnat daftarchamdagi falon davr hisobga olinganmi, yangi topilgan arxiv ma'lumotnomasi asosida qayta hisoblash mumkinmi? To'lov kechikishining sababi nima deb so'rang. Aniq savolga aniq javob olish osonroq bo'ladi. 5-qadam, ariza yozishni o'rganing. Agar siz pensiyani qayta hisoblash stajini aniqlashtirish, to'lov kechikishi sababini bilish yoki hujjatdagi xatoni tuzatishni so'ramoqchi bo'lsangiz, yozma ariza bering. Arizada ism, familiyangiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, pasport yoki ID ma'lumotlaringiz. Murojaat mazmuni aniq yozilsin. Masalan, mening pensiyamni tayinlashda 1935 yildan 2000 yilgacha bo'lgan ish stajim hisobga olinmaganini tekshirishingizni so'rayman. Yoki yangi taqdim etilayotgan arxiv ma'lumotnomasi asosida pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Arizaga hujjat nusxalarini ilova qiling. Ariza topshirilganini tasdiqlovchi belgi yoki ro'yxat raqamini olib qoling. 6-qadam, javobni kuting, lekin nazoratni yo'qotmang. Har qanday murojaat bo'yicha ko'rib chiqish muddati bo'ladi. Siz ariza berdingizmi? Uning raqamini yozib qo'ying. Qachon topshirdingiz, kim qabul qildi, qaysi bo'limga topshirdingiz, buni bilib turing.
Agar javob kelmasa, qayta murojaat qiling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. 7-qadam farzandlar va yaqinlar yordam bersin, lekin pensionerning huquqi saqlansin. Men farzandlarga alohida aytmoqchiman, ota-onangiz pensiya oladigan bo'lsa, bu ularning shaxsiy daromadi va huquqi. Siz yordam berishingiz mumkin, bankka olib borishingiz mumkin, hujjat to'plashda ko'maklashishingiz mumkin, lekin hamma narsani ularning roziligi va manfaatini hisobga olib qiling. Pensionerning puli ustidan nazorat qilish emas, uning huquqini himoya qilish asosiy maqsad bo'lishi kerak. 8-qadam, rasmiy manbalarni kuzating. Pensiya miqdori oshishi, indeksatsiya, qo'shimcha to'lov, nafaqa tartibi. Bank orqali to'lovdagi o'zgarishlar haqida rasmiy e'lonlar bo'lsa, shunga tayaning. Telegramdagi noma'lum kanallar, qo'shnining gapi, bozordagi mish-mish bilan qaror qabul qilmang. Agar biror xabar chiqqan bo'lsa, uni pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari yoki rasmiy axborot kanallari orqali tekshiring. 9-qadam, agar huquqingiz buzilgan deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi idoraga murojaat qiling. Avval tuman yoki shahar bo'limiga boring. Javob qoniqtirmasa, viloyat darajasiga yoki tegishli rasmiy murojaat tizimiga yozing. Kerak bo'lsa, yuridik maslahat oling. Lekin har doim hujjat bilan harakat qiling. Qo'lingizda ariza nusxasi, javob xati, ma'lumotnoma, bank ko'chirmasi bo'lsa, sizning pozitsiyangiz kuchli bo'ladi. 10-qadam, o'z sog'lig'ingiz va vaqtingizni asrang. Pensiya masalasi muhim, lekin har bir muammoni bir kunda hal qilaman deb o'zingizni qiynamang. Hujjatlarni tartib bilan yig'ing, savollarni yozib oling, kerakli idoraga borishdan oldin ish vaqtini aniqlang. Agar imkon bo'lsa, farzandingiz yoki ishonchli yaqin odamingiz bilan boring. Ayniqsa yoshi katta insonlar navbatda uzoq turmaslik uchun oldindan tayyorgarlik ko'rishi kerak. Men yana bir nechta muhim ogohlantirishni aytib o'tmoqchiman. Birinchidan, hech kimga pul berib, pensiyangni oshirib beraman degan va'daga ishonmang. Pensiya hujjat, staj, ish haqi qonuniy asos bilan hisoblanadi. Agar kimdir tanishim bor, pul bersangiz ko'paytirib beradi desa, bu juda xavfli. Siz pulingizdan ayrilishingiz ustiga ustak noqonuniy ishga aralashib qolishingiz mumkin. Ikkinchidan, hujjatdagi kichik xatoni ham e'tiborsiz qoldirmang. Ismda bitta harf noto'g'ri yozilishi, tug'ilgan sana farq qilishi, familiya eski va yangi shaklda turlicha ko'rsatilishi, mehnat daftarchasidagi muhr o'qilmasligi keyinchalik katta muammoga aylanishi mumkin. Ayniqsa ayollarda nikohdan keyin familiya o'zgargan bo'lsa, eski hujjatlar bilan yangi hujjatlar bog'liqligini tasdiqlovchi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. 3-dan, pensiya yoshiga yaqinlashayotganlar oldindan harakat qilsin. Pensiyaga chiqish sanasiga bir oy qolganda hamma hujjatni izlash kech bo'lishi mumkin. Agar siz 1 yil yoki 6 oy ichida pensiyaga chiqmoqchi bo'lsangiz, hozirdan mehnat daftarchasini, ish stajini, arxiv hujjatlarini tekshiring. Qaysi yillarda qayerda ishlagansiz, qaysi tashkilot nomi o'zgargan, qaysi biri tugatilgan, bularni ro'yxat qilib chiqing. 4-dan, pensiya olayotgan bo'lsangiz ham ishlash masalasida tartiblarni bilib oling. Ayrim to'lov turlari, ustamalar yoki nafaqa shakllari bo'yicha ishlash holati ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun agar pensiya bilan birga ishga joylashsangiz yoki daromad manbangiz o'zgarsa, bu sizning to'lovingizga ta'sir qiladimi, yo'qmi? Oldindan so'rang. Keyin men bilmagan edim deyish muammoni hal qilmaydi. 5-dan, chet elga chiqish yoki uzoq muddat boshqa joyda yashash bo'yicha ham ma'lumot oling. Agar pensioner uzoq muddat boshqa mamlakatda bo'lsa, to'lov tartibi, bank kartasidan foydalanish, shaxsni tasdiqlash, ishonchnoma, yashash joyi kabi masalalar yuzaga kelishi mumkin. Bunday holatda ham oldindan rasmiy maslahat olish eng to'g'ri yo'l. Azizlar, men bugun sizga pensiya masalasida eng muhim narsani tushuntirdim. Pensiya bu shunchaki har oy keladigan pul emas. Bu sizning qonuniy huquqingiz. Uni nazorat qilish, hujjatlarni tartibga solish, xatolarni vaqtida aniqlash, firibgarlardan ehtiyot bo'lish va rasmiy manbalarga tayanish juda muhim. Agar siz bugun kartangizni, hujjatlaringizni, pensiya miqdorini va shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshirsangiz, ertaga katta muammolarning oldini olasiz. Men ekspert sifatida sizga eng oddiy, lekin eng kuchli maslahatni beraman. Befarq bo'lmang. Pensiyangiz ozroq tushdimi, kechikdimi, hujjatda xato bormi, yangi ma'lumot topildimi, darhol aniqlashtiring. Savol berishdan uyalmang, yozma ariza berishdan cho'chimang. O'z huquqingizni bilsangiz, sizni chalg'itish ham, aldash ham qiyin bo'ladi.
Agar bu ma'lumot sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va videoni boshqa pensionerlarga ham yuboring. Izohlarda yozib qoldiring. Sizning hududingizda pensiya o'z vaqtida tushyaptimi? Hujjat yoki karta bilan muammo bo'lganmi? Qayta hisoblash bo'yicha tajribangiz bormi? Sizning fikringiz boshqalarga ham yordam berishi mumkin. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, imtiyozlar va fuqarolarning huquqlari bo'yicha yana muhim ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirib beraman.